drop it. Yo'q, hayrat, qalaysan, tuzimsan, charchama. Ha, tishding? Sekinroq gapir, ukajonim. Mers minganlar qattiq gapirmaydi. Qattiq gapirganlar mers minalmaydi, tushundingmi? Sekinroq gapir, ukajonim. Yo'q, kichar ketsanmi? Vashi, bilasanmi-ku, mersni kimlar minadi? Sanasi ham qo'ling yetmaydigan darajada bizneslarni yo'lga qo'yib qo'ygan. O'zini bosib olgan, spokon yuradiganlar mersda yuradi. Keyin ukajonim, mers biz O'zbekistonda 2 xil ma'noda keladi. Voy, qanaqa? Birinchisi mashina, ikkinchisi avtobus. Yomon-a? Kulur, ukam kulur. Shunaqa bizni Mersin bo'lsa, oddiy gaplar bilan xalqqa kulgili tuyulaveradi, tushunyapsizmi? Kul, oshlining akasidan-ku. Kul, ukajonim. Mers so'zi yunoncha Mars so'zidan olingan bo'lib, qo'lingni cho'zsang любой joyga yetadi degan ma'noni bildiradi. Mers minganlar zamondan ortda qolmaydi. Zamondan ortda qolganlar mers minmaydi. Qadrdonlar, yengil mers minadiganlarga jo'natib qo'yaverasizlar. Menimcha bu videoni yigitlardan ko'ra ko'proq qizlarga jo'natsa kerak-a.